100% MDF dan bo'lgan Evrolux modelimiz bilan tanishing. Qaranglar, buni ruchkalari alohida tema o'rtoqlar. Juda ham chiroyli, bu premium, bogatый vid beradi, xonadoningizni yana ham ochadi. Ushbu mebelimiz shkafiga keladigan bo'lsak, 6 ta eshikdan iborat, bu tarafi uzun kiyimlar uchun. Bu mebelimiz yaqinda qurildi, yangi tandirdan uzilgandek, shuning uchun hali reshelkani ham o'rnatishga ulgurishmadi. O'rtada esa mana o'rtasi polkali va bu yog'i ikkita qisqa veshelkali qilib ishlangan. Kravatimizga keladigan bo'lsak, kravatimizning spinkalari juda mana bu ayniqsa bo'rtib chiqqan. Bu esa juda ham bogatый vid beradi va materiallari mo'yishi hisoblanadi. Bemalol qo'rqmasdan bolalar dog' qiladi deb qo'rqmasanglar ham bo'ladi. Kravatimizning orqa tarafi esa maxsus devorga taqalganda plintusga joy qoldirilgan. Kravatimizning chetlarini ko'ryapsizlarmi? Qanaqa bo'rtib chiqqan. Juda ham chiroyli, bogatый vid beradi. Men yotoqxonaga qo'yib qo'yganingizda bu juda ham chiroyli ko'rinadi. Trimoyimizga keladigan bo'lsa, trimoyimizning ham dizayni o'zgacha chiroyli. O'rtasi ikkita bunaqa dizaynda avvalni oyna qilib berilgan va oyoqlari maxsus bunaqa dumaloq shaklda berilgan. Ikkita tumbalarimiz ham juda ham chiroyli ishlangan va chesterimiz 5 ta tortmadan iborat. Tortmalarga davochik mexanizm o'rnatilgan. Ushbu mebelimizni xarid qilish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Toshkent shahri bo'ylab yetkazib berish hamda yig'ib berish mutlaqo bepul.